Assalomu alaykum. Hozirgi sizlarda immunitet nima o'zi? Ushbu savollar siz uchun qiziqmi? Immunitet nima o'zi? U qayerda joylashgan? Immunitet miyamizni boshqara olmaydimi? U qayerdan boshlanadi va qayerda tugaydi? Immunitetni nimalar hosil qiladi? Immunitet o'zimizga qarshi ishlasa nima bo'ladi? Sovuq havo rostdan ham kasal qiladimi yoki immunitetni susaytiradimi? Shu savollarga javob topamiz. Immunitet haqida sizlarga yanada kuchliroq, chuqurroq nima desam anglatish uchun yanada boshqa bir narsalardan foydalanib chuqurroq o'rganamiz. Sizga bir sirni aytaman. Biz olamda yolg'iz emasmiz yoki uchar ter qantarligida yuradigan o'zga sayyoralik emasmiz. Biz jonajon o'lkamiz, ota makonimiz, yer sharida eng kam sonli tirik mavjudotlardanmiz. Bu yerda bizdan tashqari planetalarni o'zingizniki deb hisoblaydigan o'simlik, hayvon, zamburug', bakteriyalar do'stlasha olmaydigan viruslar yashaydi. U atrofimizga qurshab olingan. Bakteriyalar yoki viruslar kutilmaganda tez bizga hujum qilib turishadi. Odam organizmi va mikroblar o'rtasida har doim har kuni janglar sodir bo'ladi. Biz buni sezmay, agar jangda mikroblar ustunlik qila boshlasa, biz kasal bo'lib qolamiz. Shundagina mikroblar hujumini payqaymiz va dorilar qabul qilamiz. Xo'sh, biz mikroblardan kim himoya qilib turadi? Ushbu savolga ham javob topamiz. Odam organizmida mikroblardan himoya qilib turadigan immun sistema mavjud. Yer sharimizdagi beshafqat hayotda son sanoqsiz dushmanlar, qo'shinlar tirik qolib sog'lom yashashimiz uchun immunitet to'xtovsiz ishlab turadi. Immunitetni 3 qismga ajratish mumkin. Birinchisi himoya devori, ya'ni teri, shilliq qavatlar, skletlar. Ikkinchisi immunitetimiz esa tug'ma immunitet, makrofaglar, neytrofillar, natural killerlar deb ataladi. Uchinchi immunitetimiz esa adaptiv immunitet. B va T limfositlardan iborat bo'ladi. B va T limfositlar hujayralardagi boshqa bir organizmlarni yanada kuchaytirish uchun ishlatiladi. Himoya devori. Immunitetni himoya devordan boshlanadi. Atrofimizda mikroblar to'la bo'ladi. O'tirgan stolimizda, eshik ruchkalarida, mashina o'rindig'ida, telefon, yotoqxona va hattoki ishtaha bilan iste'mol qilayotgan har bir ovqatimiz, oziq-ovqatlarimiz, mahsulotlarimizda ham mikroblar topiladi. Nega unda har kuni kasal bo'lmaymiz? Chunki himoya devori teri mikroblarni organizmga kirishga yo'l qo'ymaydi. Teri organizmning eng katta organ, taxminan 10 kilogrammga yaqin bo'lib, umumiy yuzasi 2 millimetr kvadratni tashkil qiladi. Himoya devori asosan teridagi o'sha mikroblarni zararsizlantiradi. Teri 3 qavatdan iborat, xuddi qal'a devori kabi organizmni dushmanlardan himoya qiladi. Infeksiyalar organizmga kira olmasa ham ular bilan jang qilishga hojat yo'q. Teri o'zi 3 qavatdan iborat bo'ladi. Uning tashqi va ichki qavatlari bo'ladi. Shuning uchun uni xuddi baland minorali qal'aga o'xshaydi. Infeksiyalar organizmga kira olmasa, ular bilan jang qilishga hech ham hojat yo'q. Ammo organizm 100% teri bilan qoplanmagan. Organizmda tabiiy teshiklar mavjud. Ovqatlanishimiz uchun og'iz, nafas olishimiz uchun burun, uchun quloq va hokazo. Kun davomida ko'zimizni ishqalaymiz, havo va ovqat orqali ham mikroblarni ichimizga yutamiz. Sizlarga qisqacha ma'lumot shundan iborat edi. Videorolik Abdullayev Gulhayo tomonidan tayyorlandi.